Dada, men sizning o'g'lingizman. Nima uchun sizda mo'ylov bor, menda yo'q? Havoni issiqligini ko'ryapsanmi? Eshakni o'ldirgan havo bo'lyapti-da. Savoling qishga olib qo'yib ocham. Oho, hamsiyani qara. Naskichaday mashinani tez almashtirib turadi. Uni qarang, bitta kuchukka shuncha e'tibor dada. Qisib Oho, hamsiya, kuchuk bachchani qaydan olib kelyapsiz? Ye, hamsiya kuchuk bachcha demang. O'rnimizga tegasiz. Bu kishini salondan olib kelyapmiz. Bu kishini har bir prichoskalari $50. Zotini so'rasangiz, Chihuahua. Chihuahua? Bizning kuchuk bachcha $50 ga 1 yil soch oldiradi. Dada, bizda kuchuk yo'q-ku. Qisib Qo'rqma jonivor, qo'rqma. Hozir qizza boramiz qizga. Og'rimaydi. Oho, hamsiya, Chihuahuani qayga olib ketyapsiz? Sal qo'lingizni torting, mashinani rasvo qilasiz. Bu yerni stomatologga yetib kelmoqchiman. Oho, chin og'rigan qaydan bildingiz? Bir 2 kundan beri go'sht, steak yemay qo'ydi-da. Ko'ryapsanmi, kuchukda giylik bor, senda viylik ham yo'q. Olib bering-da. Ishlash kerak. Sog' bo'ling, hamsiya. Voy, mana apasiga rahmat, Sog' bo'ling. Oho, hamsiya, buningiz masaj ham oladimi? Qanaqa masaj? Buni tirnog'ini pedikur qildirdim. Uzr, basseynning vaqti bo'pti, keyin gaplashamiz. Oho. Dada, men shu odamga hayronman. Shuncha puli bor, hammasini kuchukka sarflayapti. Bu tog'achangni kemiri ham yo'q. Hamma pulni mana kuchukligiga Dad Volodya Rossiyadan jo'natadi. Ana shu kuchugiga qarash uchun Anjerpaydan Uzkart, Humo, Visa kartalariga pul tashab turadi. Pullarni naqd pul ko'rinishida ham yuboradi. Tog'achang uyda biron marta svit ichganini ko'rdingmi? O'sha Rossiyadan turib Anjerpay orqali kommunal to'lovlarni ham to'lab turadi. Eng qulay kurslar Anjerpayda. O'rgilayda, o'zim o'rgilayda. Hamsiya, kuchukchani tug'ilgan kunimi deyman? Qanaqa tug'ilgan kun? Bu yerda unashtirdik, yaqinda to'y. O'tinglar. Uni qara, kuchuk uylanyapti dada. Meni qachon uylantirasiz? 40 ga kiryapman. Bu qiz tuqqanda uylantiraman seni.